بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işləyən dostlar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xabarlar barnamasida hoş geldinizler. Bugün yakşanba 19 yıl Qavs ayının 2'si bu yer Mazar-ı Sharif şehri Balx Milli Radiosi. Bu saat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bir buyuk barqi lavozim furushgosi ki O'zbekiston tujorlarini marbuti bo'ladi, Balx viloyatining rasmiylari tomonidan iftitoh bo'lgan. O'zbekistonning tujorlari ushbu furushgoh ijod bo'lgan hadafini o'lkaning iqtisodiy faoliyatlari ko'p bo'lgan unvon etgan. Tujorlarning aytishicha 25 O'zbekistonlik shirkat barqi lavozimini ushbu furushgohda arza etgan. Balx viloyatining sarmoyaguzorlik va tijorat o'tog'ining rasmiysi Asadullo Asadiy aytishicha, ushbu buyuk furushgoh ijod bo'lganini Balx viloyatida ushbu o'toqni talashlaridan deb aytdilarki, tijorat o'toqi talosh etadi ta Afg'onistonga tijoriy fursatlar ko'p bo'lsa. نتیجه دید و بازدیدهایی که اتاق تجارت برای تاجرها داشتن با کشورهای همسایه و اتاق تجارت شما میفهمید که فرصت ایجاد بکنن برای تاجرها. دستاوردهای از او زیاد است که امروز شما شاهد افتتاح برند بسیار مرکز برندهای الکترونیک و اکسپرت ازبکستان هستیم. O'zbekiston o'lkaning barqi lavozim baxsh rasmisi Namoz Tolibiyov aytishicha, ushbu furushgoh ijod bo'lgan hadafini ikki o'lkaning iqtisodiy faoliyatlari ko'p bo'lgani unvon etgan va hamchinon aytganki, Afg'onistonning tujorlari ham mahsullarini O'zbekiston o'lkada ko'rsata oladi degan. Mustafo va Said Anvar ikki kishi Balx viloyatining xalqidan aytishicha, shunday furushgohlarni ijod bo'lgani tujorlar va xalqda suhulat keltiradi deb aytganki, ushbu iqdom tijorat ravnaqida muassir gom degan. خوشبین هستیم که همچنین فروشگاه بزرگ در شهر مزار شریف افتتاح گردید. این نشان دهنده روابط دوستانه تجاری و اقتصادی مردم دوست ازبکستان و مردم افغانستان است. ما بسیار خوش شدیم که تو کمپانیا در مزار شریف، در فاریاب، در کابل، در هر ولایت افغانستان اگر بیایه بسیار ما خوشحال هستیم. Aytilishicha, ushbu O'zbekistonni buyuk furushgohida 25 shirkatning faoliyati bor va yaqin bar 500 raqam barqi lavozim sotiladi va bu ham bir xabari varzishi. Buzkashi musobaqalari 160 chopandozning o'rtasida Bazor Sharif shahrida Balx viloyatining Buzkashi federatsiyoni tomonidan va ushbu viloyatni tarbiyat badani riyosatini hamkorligida Hoji Muqimboy maydonida barguzor bo'lgan. Ushbu musobaqasi bir ro'z davomi bor ediki, Gulbuddin Pahlavon o'g'loqni halol doirasida yeltganki Sardor Vali Giron va Bashir Giron tomonidan $100 barandaga berilgan. Ushbu musobaqa natijasida Sarvar Pahlavon va Gulbuddin Pahlavon ushbu musobaqada qahramon bo'lgan. Aytilishicha, ushbu musobaqaning barcha xazinasini Hoji Sardor Vali Giron tomonidan berilgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni a'loy mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog' aman qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.